هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Seba tefsiri 12. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlığı İbn Kathir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sabah suresi 12. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Süleyman'a şamalını boysundurup berdik. Şamal tushdan ilgari bir oylik musofirni, tushdan keyin bir oylik musofirni basatdi. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. Ba'zi jinlar Robbining amri bo'yicha Süleymanning oldida ishlaydi. Ulardan kimiki bizning amrimizga xiloflik qiladigan, uningga biz dovzax azobini tetitimiz. Ular Süleyman'a u xohlagan katta saroylarni, misdan, aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng leganlarni, cho'nglikdan midirlamaydigan qozonlarni yasaydi. Aytdiki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allah'ның nimetlerine şükür kılgıcı bek az. Allah Teala'nın Süleyman Aleyhisselam'a ata kılgan artıqçılık doğrusida. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a ata kılgan nimetlerini bayan qilgandan keyin uningga ulabla Davud alayhissalomning o'g'li Süleyman alayhissalomga ato qilgan ne'matlarni bayon qildi. Alloh taolo Süleyman alayhissalomga shamolni bo'ysundirib berdi. Shamol u o'ltirgan gilamni tushdan ilgari bir oylik musofaga, tushdan keyin bir oylik musofaga uchirib aparatdi. Hasan Basri mundaq dedi. Süleyman alayhissalom gilamga o'ltirib atdiganda Damashqdan yo'lga chiqatdi-da, istaxarga tushib, u yerda tushlik tomoqini yeydi. Tushdan keyin istaxardan yo'lga chiqib, Kabul shahriga kelib qo'natdi. Damashq bilan istaxarning oraliqi tiz yo'l yurguchi uchun bir oylik musofadir. İstixar bilan Kabulning oraliqimi tiz yo'l yurguchi uchun bir oylik musofadir. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. İnsanlar yashayotgan hamma narsa Alloh taolo Süleyman alayhissalomga chiqarib bergan narsalardan iboratdir. Ba'zi jinlar Rabbining amri bo'yicha Süleymanning oldida ishlaydi. Ya'ni biz uningga jinlarni Rabbining amri bo'yicha uning oldida ishlashga bo'ysundirib berdik. Ular Alloh taoloning o'rinlashtirishi, bo'ysundirishi va irodasi bo'yicha egiz binolar va boshqa narsalardan Süleyman alayhissalom nimani xohlasa shuni bino qiladi. Ulardan kimiki bizning amrimizga xiloflik qiladigan, uningga biz dovzax azobini tetitimiz. Ya'ni ulardan kimiki itoatdan chiqadigan, ularga lavuldab ko'yib turadigan dovzax azobini tetitimiz. Ular Süleyman'a u xohlagan katta saroylarni, misdan, aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng leganlarni, cho'nglikdan midirlamaydigan qozonlarni yasaydi. Ya'ni ular
chiroyli va ko'rkam binolarni, cho'ngliqidan o'rnida ching turadigan haykallarni, o'rnidan yo'tkigili bo'lmaydigan qozonlarni yasaydi. Biz Davud oilasidagilarga aytdikki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning sizlardan va dunyolikdan ato qilgan ne'matlariga shukr qilinglar dedik. Bu oyatda shukrni söz va niyat bilan ado qilg'ili bo'lganidek, ish harakat bilan mu ado qilg'ili bo'ladiganligiga dalil bordir. Bu haqda shoir mundaq degan: qo'lim, tilim va dilim ifodalar shukrimni, Rabbim bergan ne'matga xursand bo'lgan ko'nglimni. Ibn Jarir Abu Abdurrahman Habalining mundaq deganligini rivoyat qiladi: namoz o'qish, ro'za tutish va har qanday yaxshi ishni g'olib va buyuk Alloh taolaning roziligi uchun qilish shukr qilish demakdir. Eng afzal shukr Alloh taolaga hamd etmoqdir. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: shak shubhisizki Alloh taolo eng yoqtiradigan namoz Davudning namozidir. U kechining yarimigacha uxlaydi. Qolgan yarimining 3dan 2sida namoz o'qiydi, 3dan 1ida yana uxlaydi. Alloh taolo eng yoqtiradigan roza Davudning rozasidir. U bir kun roza tutib, bir kun roza tutmaydi. Jang maydonida dushman bilan jang qilganda orqa qochmaydi. Abu Hatim Kuzeylining mundaq degan Alloh taolaning ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: Davud, ey Rabbim, shukr qilish sen tarafdan berilgan ne'mat tursa, sana yana qanday shukr qilaman dedi. Alloh taolo ne'matning men tarafdan berilganligini bilganligingning o'zi menga shukr qilganligingdir. Ne'matning men tarafdan berilganligini bilganligingning o'zi menga shukr qilganligingdir. Subhanalloh. Alloh taolo ishning haqiqatidan xabar berib mundaq dedi: mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilg'ichi bak oz. Sulaymonning vafotini hukm qilganimizda, ya'ni uni vafot qildirganimizda, Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hassini yegan qurtlar xabardor qildi. Sulaymon hassini qurt yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni biladigan bo'lsa edi, xar qilg'uchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt eg'ir amgakda qolmagan bo'ladi. Sulaymon alayhisalomning vafoti to'g'risida Alloh taolo bu oyatda Sulaymon alayhisalomning qanday vafot topganligini, jafoliq ishlarni qilish uchun Sulaymon alayhisalomga bo'ysundirilgan jinlarni Alloh taolo uning vafotidan qanday xabarsiz qoldirganligini bizga eslatib o'tdi. Sulaymon alayhisalom vafot bo'lgandan keyin hassiga tayinib 1 yil atrofida turgan. Hasini qurt yegandan keyin hasa ojizlab u yerga yiqilib tushgan. Shuning bilan uning uzoq vaqt ilgari vafot bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Buningdan jinlar va insonlarga jinlarning g'aybni bilmaydiganligi aniq bo'lgan. Chunki insonlar ularni g'aybni biladi deb gumonlandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sulaymonning o'lganligidan jinlarni va uning hassini yegan qurtlar xabardor qildi. Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hassini yegan qurtlar xabardor qildi. Sulaymon hassini qurt yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni biladigan bo'lsa edi, xar qilg'uchi azobda, ya'ni
shuncha uzoq vaqt ig'ir amgakda qolmagan bo'ladi. Ya'ni insonlarga jinlarning ahvoli pash bo'lib, ularning insonlarga yolg'on so'zlaganligi oshkorlandi. Shubhisizki Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Uning o'ng tarafidan bir turkum bog'lar, so'l tarafidan bir turkum bog'lar bor edi. Uning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdiki, Rabbinglar bergan rizqdan yanglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Rabbinglar shukr qilguvchini mag'firat qilguvchi Rabbdir. Ular shukrdan bosh tortdi. Shuning bilan ularga qattiq salni avatdik. Ularning bog'larini ochiq mevelik, yulg'unliq, az to'la sidriliq, ya'ni yovuchilanliq bog'larga aylantirdik. Ular kufrlik qilganliklari uchun mushundaq jazoladik. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni jazolaymiz. Saba qavmining kafir bo'lganligi va ularga azobning nozil bo'lganligi to'g'risida. Saba qavmi Yaman podshohlari va Yaman aholisidan bo'lib, u podshohlardan Tababi'a va Sulaymon alayhissalomning ayoli Bilqis qatorliqlar bor edi. Ular yurtida mol dunyosi ko'p, ziroatlari va meva-chevalar mo'l, turmushi farovon va xushal-xuram yashab kelgan edi. Alloh taolo ularni o'zining bergan rizqidan yeyishga, uningga shukr qilishga, o'zini bor va bir deb tanishga va o'ziga ibodat qilishga buyurish uchun payg'ambarlarni avatdi. Ular Alloh taolo xohlagan muddatgacha shu holatda payg'ambarlarga ergishib yashadi. Bir mezgildan keyin ular Alloh taoloning amr farmonlaridan yuz o'rdi. Shuning bilan ularni salgi bostirish, dunyoning har qaysi joylariga teri-peran qilib chechib etish bilan jazoladi. Buning tafsili bayoni Alloh taolo xolisa oldimizda bayon qilamiz. İbn Jarir Farva ibn Masik Xatafi radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, Saba degan bir joyning ismimi yoki bir xotin kishining ismimi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "U biror joyning ismimi emas, xotin kishining ismimi emas, balki bir er kishining ismi bo'lib, uning 10 o'g'li bor edi. Ulardan 6'sı Yemen'e, 4 Şam'a yerleşti. Şam'a yerleşkenler Lahim, Cuzam, Amile ve Gassan kabilelerden ibarettir. Ama Yemen'e yerleşkenler Kinde, Eş'ariler, Azd, Mezhic, Hamir ve Enmar kabilelerden ibarettir dedi. O kişi Enmar kabilesi kimlerini köstüdü deb sordu. Peygamber aleyhisselam: "Ula Hasam ve Becile kabilelerdir" deb cevap verdi. Bu hadisin Tirmizi'mi bunundan tefsirleyerek rivayet kılgan. Muhammed ibn İshaq'ni öz içiga algan tefsirshunos olimlar mundaq dedi. Saba'ning to'liq ismi Abdushams ibn Yeshja ibn Ya'rab ibn Haq ibn Qahtan bo'lib, u arablarning ichida tunji bo'lib sirtin aroq setib olib kirgan kishi bo'lganligi uchun Sabai, ya'ni aroq kirgizgan kishi deb atalgan. U mal tarqatquchi deb ataladi.
Chunki u urushda tunji qitim g'animat olgan va g'animat olgan molni qavmiga ulashtirib bergan kishi edi. Uning bilan mol taqatquchi deb atilib qolgan. Shuning bilan mol taqatquchi deb atilib qolgan. Ulamolar Qahtonining zot kim ekanligi to'g'risida 3 xil qarashda bo'lgan. Birinchi qarashdagilar u Iram ibn Sam ibn Nuhning naslidan deb qaragan. Ikkinchi qarashdagilar u Hud alayhissalomning naslidan deb qaragan. Uchinchi qarashdagilar u Ismoil ibn Ibrohim alayhissalomning naslidan deb qaragan. Payg'ambar alayhissalomning Saba bir arab edi. Asl nusxasidagi yana bir rivoyatda shundaq deyilgan. Degan so'zidan uning Ibrohim alayhissalomdan ilgariki Sam ibn Nuhning naslidan kelib chiqqan arablardan ekanligi ko'z tutildi. Uchinchi qarashga asoslanganda u Ibrohim alayhissalomning naslidandir. Bu qarash ulamolarning qarshida uncha o'la mashhur emas. Haqiqiy ahvolni Alloh taolo bilguchidir. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Aslam qabilasidan bo'lgan bir qancha kishining yenidan o'tib ketayotganda ularning o'qiya etish musobaqasi qilayotganligini ko'rib, "Ey Ismoil avlodlari, etinglar. Otanglar haqiqatan mergen idi" degan. Aslam qabilasi Ansarilardir. Ansarilardandir. Ansarilarni tashkil qilgan Aws va Xazraj qabilasi mu G'assan qabilasidan edi. G'assan qabilasi Sabaq qabilasidan bo'lgan Yaman arablaridan kelib chiqqan. G'olib va buyuk Alloh taolo Sabaq qabilasiga avatgan Saydul Iram nomli mashhur Kalkun suabtidan keyin Sabaq qabilasi yurtlarga chechilib ketgan chaqlarda G'assan qabilasi Yasrabga Madina Munawvarning koni ismi yerlashgan. Ulardan bir turkum kishilar Sham zamoniga yerlashgan. Payg'ambar alayhisalomning Sabaqning 10 arab o'g'li bor edi degan so'zining ma'nosi uning naslidan asli Yaman arab qabilalarini tashkil qilgan ana shu 10 kishi demakdir. U 10 kishi uning o'z o'g'illari deganlik emas, balki u 10 kishidan ba'zisi bilan u odamning orasida 2 dan 3 kishi oti bo'g'la bo'lib o'tgan. Bu ahvol nasab to'g'risida yozilgan kitoblarda shundaq bayon qilingan. Payg'ambar alayhisalomning ulardan 6si Yamanga, 4 Shamga yerlashdi degan so'zlarning ma'nosi Alloh taolo ularga Sayrul Iram nomli mashhur Kalkun suabtini avatgandan keyin ularning bir qismi o'z yurtlarida qolgan, ya'ni bir qismi bo'lsa boshqa yurtlarga ko'chib ketgan demakdir. Ma'rab tosmisi va Sayrul Iram nomli suabti to'g'risida. Asli vaqalik mundaq edi. Saba oilasiga suv ikki tog'ning orqasidan keladi. U suvga yomg'ir suvlari va jilg'alardan eqib chiqqan buloq suvlari qo'shiladi. Ularning burunqi podshohlari bu ikki tog'ning orasiga cho'ng va puxta bir to'sma bino qildi. To'sma suv bilan to'lib, ayni shu ikki tog'ning qaptallarigacha chiqadi. Ular suvlar bilan daraxtlarni tikib, bog'larni barpo qildi. Meyvelardan intayin mo'l, yaxshi darajada hosil oldi.
ularning shu chaqdagi ahvollari haqida salaf ulamolarından bir qancha kishi izlangan bo'lib, Qatada shularning biridir. Qatada bir ayol meyve üzüdigan sevetni beshiga qo'yib, bog'larning orasida mangsa, pishib, may bog'lab ketgan meyvelar daraxtlardan o'zligidan to'kilib, sevetni birdamdila to'ldirib etdi, deydi. Bu to'sma Ma'rab shahrida edi. U shahar bilan San'a shahrining oraliqi 3 o'tak yiroqlikda edi. U to'sma Ma'rab to'smasi deb tanilgan edi. Boshqalarning deyishicha, ularning yurtida chivin, pasha qatorliq hasharotlar va chaqadigan zaharlik jonivorlar yo'q edi. Bu havo klimatining mo'tadil yiqishliq bo'lganligidandir. Ularning Alloh taoloni bir va bor deb bilishi, ibodat qilishi uchun Alloh taolaning ularga alohida e'tibor berganligidandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shubhisizki Sabah qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Ondan Alloh taolo u dalilni tövendeki ayetide mundaq bayan qildi. Onun o'ng tarafida bir turkum bağlar, sol tarafida bir turkum bağlar bor edi. Yani ikki tog'ning bag'rinlarida büyük baraqsan bağlar bor edi. İkki tog'ning bag'rinlarida büyük baraqsan bağlar bor bo'lib, uning orasiga shahar joylashgan edi. Ularga aytdiki, Rabbinglar bergan rizqdan yenglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Agar sizlar davomli tavhid ustida mansanglar, sizlarga rizq bergan Rabbinglar shukr qilg'uchini mag'firat qilg'uchi ilohdir. Ular shukrdan bosh tortdi. Ya'ni ular Alloh taoloni bor ve bir deb tanishdan, onunla ibadet qilishdan, bergen ne'matlar uchun shukr qilishdan bosh tortdi. Ular Alloh taoloni qo'yib quyoshga ibodat qildi. Öpüp Süleyman aleyhisselamga mundaq degan edi. O aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Saba'dan, yani Yemen'deki Saba şehrinden bir muhim haber ilip geldim. Men hakikaten ulağa, yani Saba ahalisiga bir ayolning, yani Bilqisning padişahlık kılıvatkanlıkını gördüm. Onunla özüge ve saltanatga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng arishga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Şeytan ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidayet tapmadı. Hidayet tapmaydı. Şunun bilen ularga qattiq salni avatdiq. İbn Abbas, Vahib ibn Munabbih, Qatada, Zahhak qatorliq bir qancha kishi mundaq dedi: Alloh taolo ularning ustiga qattiq salni avatib jazolashni iroda qilgan chaqda to'smaga küsutkelarni avatib tosmini teşvik etti. Vahib ibn Munabbih mundaq deydi: Ular kitaplarida bu tosminin vayron bo'lish sababi küsutke deb yozilganligini biletdi. Şuna ular ma'lum muddatgacha tosma atrofida mushuklarni boqqan edi.
Allah Teala'nın orunlaştırışı kelibidi küsütkile müşklerini mağlup kılıp tosmağı kirip gitti de tosmini teşif etti. Şunun bilen ulanı kelkün besip gitti. La ilahe illallah Muhammed. Katade ve başkalar mındak dedi. Küsütkile tosmanın astını teşif etti. Tosma acizlap ötmü töşük bulup ketkende kelkün keldiğen günler geldi de su tosmağa çın kaldı. Şunun bilen tosma yıkılıp düştü. Su jilg'inin oyoq tarafiga qarab shiddat bilan eqib oldiga uchirgan binolarni, dal-daraxtlarni va boshqa narsalarning hammasini vayron qilib o'tdi. Su ikki tog'ning o'ng tarafidagi va so'l tarafidagi bog'i bo'stonlarni g'arq qildi. Ayni shu ajoyib mevalik bog'lar quruq o'tinga aylanib butunlay o'zgarib ketdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ularning bog'larini ochiq mevalik İbn Abbas, Mücahid, Ekrime, Ata Xurasani, Hasan, Qatada ve Suddi qatarlıqlar mundaq dedi. U arak darxi bo'lib, uning mevasi barir deb atalatdi. Yulg'unliq, az to'la sidirliq, ya'ni yavu chilanliq bog'larga aylantirdik. Bu almashtirilgan bog'larning eng yaxshisi yavu chilanliq bog'lar bo'lganligi uchun Allah Teala az to'la sidirliq, ya'ni yavu chilanliq bog'larga aylantirdik. Men bu meyveleri mey bog'lab turadigan chiroyliq, manzillik, quruq soylik va orasidan o'stanglar eqib turadigan ayni shu ikki go'zal bog'larning holidir. U bog'lar ochiq meyvelik arak daraxtlariga, yulg'unliqqa, tikini ko'p, mevasi az yavu chilanga. Bu ularning kafiri bo'lgan, Allah Teala'ga noshukirlik qilganligi, haqni inkor qilganligi va haqdan botilga yuzlanganligidan kelib chiqqan yomon oqibatdir. Ular kufrlik qilganliklari uchun mushundaq jazoladi. Ya'ni ularning kufri sababidan azobladi. Ya'ni ularning kufr sababidan azobladi. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni jazolaymiz. Mücahid mundaq dedi. Faqat kufrlik qilganlarla jazoga tortiladi. Hasan Basri mundaq dedi. Allah Teala rast etdi. Mushundaq jazoga faqat kufrlik qilguvchilarla duchor bo'ladi. Alhamdulillah. Yuqorida Saba surasi tafsiridan on 7. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va